Azizlar, bizda 360 liposaksiya, abdominoplastika hamda lipofilling amaliyotidan keyingi 1,5 oylik natija holatimizni sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Marhamat ko'rsanglar bo'ladi. Opamizda umuman figuralar shakllanmaganida qorin oldingi devorda yaxshigina orcha terilar mavjud edi. Bundan tashqari oldin laparotomik usulda operatsiya bo'lgandilar va qo'pol chandiqlar yuzaga kelgandi va undan tashqari 20 ga yaqin qorin old devori churralari mavjud edi. Biz bularga vertikalniy hamda gorizontalniy abdominoplastika o'tkazib berganmiz. Fleur de lis metodi bo'yicha va olingan yog'larni dumba qismlariga chiroyli qilib quyib berganmiz. Marhamat ko'rsanglar bo'ladi. Peroxodlarimiz shakllangan, orqa qismini ham simmetrik ravishda 1 litrdan dumbalarga o'zlarining shaxsiy yog'laridan quyib berganmiz. Va mana shunaqa chiroyli natijaga erishdik. Bu bizning bor yo'q 1,5 oylik natijamiz. Izlarimiz ham marhamat ko'rsangiz bo'ladi. Taxminan mana shunday holatda bityapti izlarimiz. Hozir korsetlari bor, yana 1 oy davomida korset taqib yuradilar va bizning mana shunaqa super natijamiz. Natijaga baho beringlar, kadrlarni solishtiringlar. Bunaqa natija faqat bizda bo'ladi. Bemalol sizlarga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, qabulimizni kutib qolamiz.